Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlarga oktyabr olimpiadasi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, olimpiadada bizda asosiy sovrinlar televizor, planshet va telefon hisoblanadi. Bu sovrinlarni ikki xil usulda yutib olish mumkin. Birinchisi, olimpiadada qatnashish orqali yutib olish imkoniyati bo'lsa, ikkinchisi ko'proq do'stlarni olimpiadaga taklif qilish orqali yutib olish mumkin. Endi kelinglar olimpiadaga qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkin? Shularni sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, birinchi o'rinda biz nima botga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana fikrlashga oshiramiz. Bot start turibdi. Bot kiramiz botga. Startni bosganimizdan keyin bizga kanallarga a'zolik chiqadi. O'sha kanallarga ko'rsatilgan kanallarga a'zo bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana kanallarga a'zo bo'lamiz. Mana 4-kanal, 4 ta kanal bo'ladi. O'sha 4 ta kanalga a'zolik talab qilinadi. Hamma kanallarga kirib a'zolikni bosgandan keyin a'zo bo'ldim deb bosamiz va bot bizaga mana bu bosh menyu olimpiada mana bu e'lonni beradi. Va tagida mana olimpiada ro'yxatdan o'tish botiga xush kelibsiz. Diqqat bilan o'qing. Olimpiada demak 3 ta kategoriyada bo'ladi. 1-sinfdan 3-sinfgacha alohida. Bitta kategoriya o'zi faqat 3-sinflarni olmoqchi edik. Endi 1-2-sinflar ham qatnashishi mumkin. Endi iqtidori bor deb ota-onalar masalan qiziqishi mumkin. Demak, ular 3-sinflar bilan qatnasha oladi. Va 4-sinflar hamda 5-6-sinflar demak olimpiadaga qatnasha oladi. Endi olimpiadaga birinchi o'ringa biz bosh sovrin sifatida televizor qo'yganmiz, ikkinchi o'ringa planshet, uchinchi o'ringa telefon, to'rtinchi o'rindan 10-chi o'ringacha esdalik sovg'alari qo'yilgan va ishtirok etish avval aytganimiz 100% bepul va ko'proq kishiga yetib borish uchun kichik bir sodda o'zi ko'p ketsa bir 3 daqiqadan 5 daqiqagacha vaqt ketadigan shart qo'yilgan. Ya'ni bu ko'proq kishiga o'sha olimpiada yetib borish, ularni ham bilim olishiga, ham bilimini sinashiga o'z hissalaringizni qo'shish uchun, ya'ni boshqalarga ham foydali bo'lsin degan maqsadda o'sha tarqatish e'loni qo'yilgan, ya'ni sharti. Endi o'sha bot sizlarga taklif havolasi beradi, o'sha e'lon beradi, o'shani tarqatish orqali aynan sizlarni, ya'ni bot taqdim etgan, ba'zilar aytyapti bizga masalan bot link bermayapti, shuncha odam taklif qildik deydi. Yo'q, ular boshqa e'londa yoki boshqa taklif havolani tarqatyapti. Aynan sizlarga bot bergan taklif havolani tarqatish kerak. O'sha orqali demak botga qo'shilgan 3 ta, 4 ta yoki 5 ta o'sha botda nechta deb aytilgan bo'lsa, o'shancha odam demak botga kirgandan keyin sizlarga bot avtomatik ravishda o'sha bir martalik yopiq kanal uchun link beradi. Taklif postini bosaman. Taklif postini bosganimdan keyin kuzning mana bu e'lon chiqadi bizga mana ko'rib turibsizlar. Bepul olimpiada, 3 ta televizor, 3 ta plan, 3 ta telefon. Bu olimpiadada qatnashib yutib olish mumkin. Ko'proq do'stlarni taklif qilish orqali ham demak bitta televizor, bitta planshet yoki bitta telefon yutib olish imkoniyati bosiladi. Agar masalan ko'proq 3 ta akkaunt Telegram bo'lsa, uchovidan ham ko'proq kishini taklif qilib, uchalasini ham yutib olish mumkin. Ko'proq odam taklif qilgan holda. Endi olimpiadasi sizni kutyapti 4-oktyabr, ya'ni 19:00 da shanba kuni demak boshlanadi. 1-6-sinflar qatnasha oladi. Olimpiadada telefon, planshet, televizor, esdalik sovg'alari kutyapti. Demak, 1 million so'mlik darsda tekinga beramiz. Endi o'sha darsda qanaqa video darslar bor, o'shalarni demak tashlab beriladi, o'rganib chiqish imkoniyati bo'ladi sizlarda bepulga. Bundan tashqari matematika, mantiq masalan bilim sinash bepul dars va test tahlillar. Ishtirok etish 100% bepul. Boya aytganimdek, bundan tashqari top 10 g'olib boya aytdim. Ya'ni taklif qilish orqali, ko'proq do'stlarni taklif qilish orqali olimpiadada qatnashmay turib ham sovg'a yutish mumkin. Ularni birinchi o'rniga demak aytdim televizor, 2 ga planshet, 3 ga telefon va bu qatnashmay turib ko'proq do'stlarni taklif qilgan 4-o'rindan 10-o'ringacha ya'ni 7 kishiga smartfon beriladi. Demak, mana shu e'lonni olib tarqatish kerak bo'ladi. Masalan, e'lonni olaman, masalan, do'stlarimga tarqatishni boshlayman. Masalan, do'stlarimga mana do'stlarim shularga tarqatib qo'yamiz mana. Endi bu tarqatib qo'ydik mana. Ko'proq kishiga tashlab qo'ysanglar yaxshi baribir mana. Ketdi, ko'proq kishiga tarqatib yubordim. 19 kishiga tarqadi. Endi imkon qadar ko'proq guruhlarga tashlasanglar bo'ladi. Guruhlarga tashlasanglar yanada ko'proq kishi qo'shiladi guruhlarga tashlansa. Tushunarli? Guruhlar, kanallar bor, ko'proq joylarga tarqatsanglar ko'proq kishi ulanadi. Endi ular mana shu aynan havola ustiga bosing degan-ku, o'sha orqali ulanish kerak. Mana qaranglar. Mana kod turibdi 61 51 83 77 69. Bu aynan sizlarning taklif havolalaring bo'ladi, ya'ni ustida. Bot sizlarga bergan o'sha hammaniki har xil bo'ladi, o'sha oxirdagi kodi. Ya'ni o'sha orqali ulanish kerak botga, keyin sizlarga ID raqam ya'ni beradi bot va sizlarning ochkolaring oshib ketaveradi. Mana tushuntirilgan bu yerda ham. Demak mana natijalar bossam, mana do'stlarni taklif qilish turibdi. Do'stlarni taklif qilishni bossam, o'sha taklif havolani menga chiqarib beradi.
Xo'sh, demak, mana bu natijalarni bosadigan bo'lsam, sizlar mana siz 204-o'rindasiz. 6 ta do'stingizni taklif qilgansiz. Men avvalroq demak tashlash orqali 6 ta do'stim taklif qiluvdim. Sizlar ham taklif qilsanglar o'sha mana natijalarni ko'rsatar 204-o'rinda ekanman men. Va mana Maspierson 670 ta, 265 ta, Ibrohim Akbar 243 ta, mana ko'rib turibsizlar, 10 ta o'rinda ko'rsatyapti. Subhonov Sunnatbek 69 ta. Sizlar ham bemalol taklif qilinadi, juda oson shartlari. Sizlar bir kunda o'zida bemalol 1000 tagacha yig'ib tashlasa bo'ladi, bemalol sovg'alarni yutsanglar bo'ladi. O'sha taklif qabul orqali do'stlaring ulanishi kerak. Va qanaqa bo'lib ko'rinadi sizlarda mana. Taklif qilgan do'stlaringiz soni bitta bo'ldi deb keladi, keyin ikkita bo'ldi deb keladi, uchta bo'ldi deb keladi, to'rtta bo'ldi deydida. Mana bunaqa tabriklaymiz. Sizga mana yopiq kanal uchun bir martalik link. Mana shu link orqali foydalanib yopiq kanalga ulanasizlar. Bir marta ishlata olasizlar, keyin ishlamay qoladi bu, boshqaga tarqata olmaslik uchun. Endi mana shu bitta bosib ulandinglar bo'ldi, sizlar ulangan bo'lasizlar Oktyabr Olimpiadasi kanaliga. Va ID raqam beradi 1. Keyin biza o'sha tanlov o'yinlar e'lon qilamiz. ID raqam mesela kimdadir 400, kimdadir 500, kimdadir 1000, kimdadir 2000 bo'ladi-yu, ID raqam. O'sha ID raqamlar orqali qanaqadir o'yinlar, sovrinlar qo'yamiz. Kimda ID raqam masalan 500 bo'lsa, kitob beramiz deymiz. Masalan, misol uchun kanalda e'lon qilamiz shunaqa. Masalan, o'shanaqa ID raqami agar sizlarda shunaqa chiqib qolsa, sovg'a yutib olishlaringiz mumkin. Tushunarli? Kanalda e'lon qilinadi bu. Ya'ni e'lonlarda aytib o'tamiz. Shunaqa. Demak, ikki xil usulda boya aytganimdek, birinchisi taklif qilish. Do'stlarni ko'proq taklif qilsanglar, natijalar ro'yxatida mana 10 talikda tursanglar, 10 kishi taqdirlanadi. Bundan tashqari olimpiadada qatnashish orqali ham yutib olsanglar bo'ladi. Olimpiada 2 bosqich emas, 3 bosqich, ikkita onlayn, bitta offlayn bo'ladi. Onlayn bosqichlari 4-oktyabr va hozir reja qildik 11 yo 12-oktyabrda bo'ladi. Shunaqa. Undan keyingi haftada offlayn tashkil qilamiz. Olimpiada kim tomonidan tashkil qilinyapti? Olimpiada Nasaf o'quv markazi, bilasizlar. Qarshi shahridagi Prezident maktabiga 13 ta o'quvchi qabul qilingan va Inspiring Toshkent shahridagi Prezident maktabiga 10 ta o'quvchi qabul qilingan. Demak, jamoa, ya'ni o'quv markazida tomonidan tashkil etilyapti. Demak, olimpiada barchaga omad tilab qolaman. Demak, bu ro'yxatdan o'tish haqida qisqacha ma'lumotlar edi. Rahmat, sog' bo'linglar.